Ikkinchi qavatda kurash. Hozir Islom to'xtab qoldi nimagadir, To'xtaqo'jayev va bundan unumli foydalanib ketishi mumkin jamoa. Va gol! Dragan Cheran foydalanib ketyapti. Islom To'xtaqo'jayev boyatdan beri qo'lni va Cheran jamoani kurashda saqlab qolmoqchi. O'tkazdi va qarang, to'pni nozik tashlab qo'yganiga Bozorovdan yuvelir uzatma va Ilyosov to'pga to'g'anoq bo'la olmadi. Davomi yonadi. 1-1. Mayli, farqi yo'q. Mana nihoyat. Shu joyda nima bo'ldi ekan? Uzatma. Lekin Dragan Cheran ofsaydda edi, to'g'ri. Boshqa futbolchi qanchalik ofsayddaligi muhim. Bu endi hisobga kirmaydi. Bu oldingi epizodda qatnashmadi.